Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda, sahih hadislarda keltiriladi, kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa, shu kishi uchun jannatda 8 ta eshik ochiladi, xohlaganidan kiradi deyildi. Ya'ni tahorat qilganda matiga suv yetmay, mati qolib ketmaydi. Tahorat olganda chig'anada qarab qo'yinglar, birodarlar. Ana shu farz bo'lgan a'zolardan bittasi chig'anaqmi? Chig'anaqagacha deganda nima qilamiz biz? Chig'anaqagachani tushunamiz. Bizga chig'anaqi bilan deyish kerak. To'g'rimi? Yuzimizni yuvganda qaraylik-da, ayniqsa bolalarimizga mana shu yerdan yuvadi. Birodarlar, tahorat bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Hadisda kelishicha, tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta. Kimimiz esimizga keladi shu narsa? Birodarlar, mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik. Tahoratni mukammal qilasiz, bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Jannatni 8 ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kir deyiladi. Ajab, qanday o'lib qolsa shu paytda.